Assalomu alaykum, hurmatli fermer xo'jaligi rahbarlari. Sizlar bilan Farg'ona vodiy agroklinika MChJ rahbari Akmaljon Maqbulovman. Sizlarga yangilikni yetkazmoqchiman. Bizning MChJimiz Xitoy Xalq Respublikasining urug'chilik kompaniyasi bilan o'zaro shartnoma asosida hali O'zbekistonda ekilmagan, eng yuqori hosildorlikka ega bo'lgan silos uchun mo'ljallangan makka urug'ini shartnoma asosida olib keldik. Barcha hujjatlari joyida, sertifikat, tamojniy hujjat, mana shartnomamiz, kompaniya ko'rsatkichlari, mana Xitoyda berilgan sertifikatlari. Mana o'zimizda olingan sertifikatlar, mana barcha hujjatlari joyida, original, toza, birinchi yili kirib kelishi, buni qalbakisi yo'q. Mana biz o'zimiz Xitoydan olib keltirdik. Ko'rsatkichlari bilan tanishtirmoqchiman. 1 gektar maydonga 25 kilodan 27 kilogacha urug' normasi, 1 kilogramm narxi 49.400 so'm. Makkani ko'rsatkichi bo'yi, bu bizni O'zbekistonda hali ekilmagan uzunlikda 3.10 dan 3.60 santimetrgacha, salkam 4 metrli makka. Ildiz sistemasi kuchli rivojlangan. 2 tadan standart dumbil oladi. 115 kun, 130 kun oralig'ida yetiladi. Juda yaxshi muddat hamda 1 gektar maydondan 90 tonnadan 130 tonnagacha massa bera oladi. Bu juda ajoyib. 90 tonna eng kichik ko'rsatkich deylik. Shu eng kichik ko'rsatkichda bergan taqdirda ham 25% silos olishimiz mumkin ekan. Buning uchun tagida o'g'itini normada beramiz. Tepasidan biz o'zimiz nazoratga olamiz va o'zimiz suspenziyalar bilan ta'minlab beramiz. Arzon suspenziyalar bilan ta'minlab beramiz. Shu ko'rsatkichga erishamiz. Hop, telefon raqamlarimiz 90lik kodi bilan 407 21 56, 91lik kodi bilan 446 06 65, 94lik kodi bilan 302 32 36. Urug'imiz mana hozir bugungi kunda 15 tonna qoldi. 30 tonna olib keltirganmiz, 15 tonna qoldi. Harakat qilinglar. Xudo xolasa yaxshi natijalarga erishamiz sizlar bilan.